Qosim, uylanmoqchiman. Esingni yeb qo'ydingmi? Xotining bor-ku. Xotinimga uylanmoqchiman. O tupoy, undan ko'ra navarangni uylantir, seni miyeni quritib qo'yibdi. Anu Ronaldo ham uylanadi, nima kam joyim bor? Uylanaman, shunaqa dahshat to'y qilaman. O chet elda yalang'och yursa, sen ham yalang'och yur endi. Eskitdan meni ko'ra olmagansan. Hali shunaqa to'y qilaman, keting yonadi. Chiqmagin to'yimga. Tara! Voy, o'ylanaman deganingiz nimasi? Qarindosh urug' qudanda oldida qandoq bosh ko'tarib yuramiz. Ha, undan ko'ra navarangizni o'ylantiring. Adajon. O'chanlaring. Orzu havas qila olmaganman. Qishda bo'lgan to'yim. Kelganingda mana shu nahot gullik o'ynagingda boshqa hech baloying yo'q edi. Meni ham orzu havasim bor, chiroyli to'y qilay deyman. To'rik keling. Hozir borib kelin ko'ynay tanlaysanlar. Sağ borib kel. O'zingizdan boshqa ko'ynay olib bermagansiz. Mana ma'mi zo'r turadi. Voy, buni hamma yog'i ochiq-ku, bunaqa ko'ynay kiya olmayman. Ko'rgan qiz sizga emasmidi? Voy, o'zimga qariganimda cholim o'zimga boshqa talab o'ylanmoqchi. Shotta qilmoqchiman. Do'st bor, dushman bor, alamida yonib bo'lsin. Hadi. Kashaldimga mashta qilaman dedim, shotta qilaman. Menga to'yxona yoqdi. Xuddi shunaqa qillaring stolni, tushundingmi? Ayniqsa stolga mikko qo'ylaring. Nokligi bilan anorligi. Yo'q, hammasidan qo'y. Zo'r suvni tanladingiz, hammasidan bor. Ana, ko'p ekan. Mana shunday qo'ylaring. Artistga Munisi gaplash. Munis dedimi Munis? Xo'p bo'ladi. Yuring. Res adajoningizni o'zlariga yarasha orzu-havaslari bo'lsa, meni ham o'zimga yarasha orzu-havasim bor. Ertalab utra nevesta qilamiz. O'rtoqlarimga bir xil penyor tiktirib berasiz. Oyijon. Ko'p javramang. Yuring, adajoningiz puli ko'p. 10 ta maminingdan 10 tani to'rburchi, vilismi, silismi? Gelik. Gelik o'shandan qilib berasan. Xohlasa Joyce ham qo'shib yuboramiz 5 ta. Joysmi, Rollsmi? Royce. Men uni gaplashdim. Nima bo'ldi? Shuncha qimmat ekanmi? Men unga uylanmayman, 4 tashlet ketsa bo'ldi. Unaqa ekanda nima qilayman? Sanikichi. Mana. Voy, yuragim. Oyijon, makiyajlaringizni gaplashib qo'ydim, chiroyli qilib berishar ekan. Voy. Allo. Voy. Hozir tez yetib boraman. Ey, adasi, siz ham qariganingizda o'ylanaman deb hech qo'ymadingiz. O'zi sahringiz bor edi. Bu ham kam sizga. Ko'paysana. Qosim? Ana, bitta yurtimiz kelibdi. Assalomu alaykum. Og'ayni senga mikon suvlarni olib keldim. Ichib yo'q desa, yengilikdan eshitdingmi? Hamma blogerlar pishkom Yevropaga ketayotgan ekan. Men ham ketmoqchiman.